testda oson yechish uslublari bor. Ularni o'rgataman. Endi 40 ta savolga 50 minut vaqt beradi xolos. U degani har bir savolga 1 minutdan sal ko'proq vaqt to'g'ri kelar ekanda degan savollar shuncha hosil bo'lishi mumkin sizlarga. To'g'ri, shunga to'g'ri keladi. Ya'ni 1 minutdan sal ko'proq vaqt to'g'ri keladi. Lekin ba'zi testlar shunday o'qiysiz 10 sekundda yechib qo'yishingiz mumkin. Sodda testlar. Masalan, 20 ta ilkiga qaraydigan bo'lsangiz, birinchi 5 talik o'ta sodda bo'ladi. Keyingi 5 talik sal soddaroq bo'ladi, keyingi 5 talik o'rta darajada bo'ladi, keyingi oxirgi 15 dan keyingi 5 talik o'ta murakkab bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, ilkida 10 ta savolini bemalol har birini o'rtacha 20 sekund, 25 sekundda yechib olsangiz bo'ladi. Ular yechib turib, oddiy sodda savollarni yechib turib, oxirida ilki titkida o'rtacha bir 15 ta murakkab savollar qolishi mumkin. Lekin aslida vaqtga qarasangiz, hech qancha vaqt ketmagan bo'ladi. Siz o'sha 20 minutda oson savollarni hammasini yechib olgan bo'lasiz. Ya'ni sizda hozir plyus bilan yarim soat vaqt bor. Yarim soatga keyin 10 ta 15 ta murakkablarga fikr maqsadingiz bo'ladi. Ya'ni fikringizni jamlab turib yechsiz bo'ladi. Ya'ni o'qigan odam shunaqa tarzda, ya'ni men uni xulosa imtihonga yaqin chiroyli qilib texnikasini tushuntiraman. Ya'ni testda oson yechish uslublari bor. Ularni o'rgataman. Endi hozir qanaqa o'rgataman? Endi masalan, hozir o'rgatib bering deydigan bo'lsanglar, uni oson o'rgatishim qachonki shu kitobni ish yo'g'i, birinchisini yaxshi o'rganib olsanglar, oson o'rgatish tushunadigan holga kelasizlar. Agar ikkovini zo'r tushunib olsanglar, u texnikani keragi yo'q sizlarga. Shundoq ham o'zimni o'qib turibman, bunda manaqa. Chunki ikkov kitobni mukammal tugatib olsangiz, qaysi mavzudagi testlarda qaysilarni ham ko'proq to'g'ri kelishini o'sha fikrlab bo'lasiz. O'nda shu darajaga kelasizki, uzun testlarda ham o'sha birinchi qatorni o'qib bilan o'sha qolgan o'qimasdan to'g'ri javobni topish imkoniyati bo'ladi, qachonki ikkov kitobni o'qib olsangiz.